Assalomu alaykum barchaga. Instagram mashhur bo'lgan o'sha ximikat taqiqladik. Rasaretel, suv va gel. O'sha bilan yuvib ko'rdik. Shu ximikat bilan yuvib ko'rdik. Mana diskani eski holati va yuvgandan keyingi holati. Men bilganim o'sha Rasaretel bilan gel, suv effekt bermadi unchalik. Men hozir ximikat olib keldim. Narxini aytib o'taman. Mana bu ximikatni hozir yuvib, holatlarini qo'yib beraman, yuvish jarayonlarini ham qo'yib beraman. Mana o'sha shu ximikat bilan yuvgan nimamiz. Hozir reaksiyaga kirishlarini ko'rasizlar. Mana sepib hozir ishg'alab chiqdik. Yuzini holatlarini ham ko'rsatib boraman. Bunday yuzlari mana aralari qap-qora bo'lyapti. Ularni ham yuvib ko'rsangiz, kuzatib boring. Tozalaganimizdan keyingi jarayon mana zakon effekt berdi. Buni tomosha qilishlaringiz mumkin. Mana yuzlarini ham tozaladik. Aralarini qaranglar, sariq qap-qora dog' bo'layotdi. Tozaladik. Endi farqi mana bu.